Ya qara mama, ma yeshimi birey badiye qara. To'yini qiversak o'tijimi, balduroq beshani o'ng'ashni qilsa qilma, jutjamatni oldi, sap qara. Ya sen to'y qilmay turib, men to'y qilsam, qon nima deydi u haq? Satumamni. Nima? Ha, shu restoranni qilamiz mama, aylantirishni qarchaqlab. Ha, to'y kiyinakni asxoni kiyib, qara, yinani 20 da qo'ldashtirib va qara shaharni aylab aylantirishni qaz qilib, qag'ini restoranni DJ qilib ketib uriblar. Vay, ensirmigine mama o balığı dep koy. O balığı dep koydum. Umamni asra, umamni ko'ngil böl. Ko'ngilga azar yig'amsan, qachdan qo'ymayman deb bo'lsa dep qo'ydim. O'zim yaxshi balıkka surishtirdim. Ashqidardan pesa chiqqan balıkka bu. Hech ko'z to'qchongan balıkka. Amsa ashta bo'lsin juma. Ma'qul. Ma'qul. Telefon o'tirapsanmi sen? Qanday balet o'ynab yursan qo'rqsan? Ya qanday kun bilamsan? Vay, nima ishim bor ya, qanday kun bo'lsa, maash taqtan kun bo'lsa. Ey, ma bugun baqwa. Mulozim shirkatimizdan qurilganligidan 6 yillik qadir kunki. O'tiraman. Sening kallangda o'tirash, o'yan tomoshalar, boshqa narsa yo'q-ku kallangda. Vay, qurilmamda tamoqni to'ssan oldiga yaltapan nima ishing bor? Seni ortiq chiqarlashma, tamoqni to'shay. Ay, sen bu jiq gap qilgan bo'lmaydi. Ey, ma shirkatning qurilgan munosabati bilan qara. Ayt bizga. Mukofot berdik. Ne vay? Pulma? Adaş, dünyada en suyunduğun iş kişimden birisi del bu şirket işlep kaldım benim. Yana birisi. Umamni egveginim. Manga ya, mo. Momam javob ishlar qayda qildi? Ey, mamam. Baş üstü pul verip yuvamam mı kurep? Aytib berdi, bugun emas. Sana bergen pullarını del vaqtida ilib al, mulazimdan sürtitiz dostum, bunu al.